Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, mana Xudo xolasa sextamiz, darvozalarimiz birin-ketin bityapti. Inshaalloh mana bu darvozamiz o'zimiz Axskent darvozasi. 14 li shivellar bo'lgan aylanasi, ikkita yontagi. Polni shu 2 li 2 1 li dogovor bo'lgan, 2 li 2 1 li metral ishlayapti. Shivellar rossiyskiy shivellar. Vitvor verpoyizlar mana bu gipkeli variantini 2 tomonga egiladi asli. Buni 3 tomonga ekkanmiz. Mana. Zavodskoy. Mana dili bu. Bu yo'q ham egilgan. Asli buni bilan mana egiladi. Buni bu yo'g'ini ekkanmiz. 4 tomonga mana. Sifatli, yaxshi holatda bityapti, xudo xolasa. Qonuni 201 li variant. Mana bu darvozamiz Andijon darvozasi. Bu ham shivellarli variant. Andijonda openi zakaslari. Bu bolasi, bu kichkinasi bu. Mana bu tepa qismi lazerlar ham juda chiroyli holatda bo'lgan, xudo xolasa. Inshaalloh harakatdamiz. Mana bu darvozamiz Qo'qonni darvozasi. Bilasizlar, biz zavodskoy yopamiz bu yo'lni. Qo'lni bu ham mana 4 tomon egilgan mana. Mana 4 tomon egilgan, xudo xolasa. Bu yo'qlar zavodskoy yopilgan, shpogulobga yemaydi, bu budoq kelib zavodskoy yopilgan mana. Mana bu yo'qlar ham suvarkasi atido urilgan. Asli 1 2 3 turlari bo'ldi. Biz mana zakonniy qilib qo'yamiz buni. Listlarimiz 2-1, profillarimiz 2-1. Shumkasi ham mana o'ta chiroyli holatda bo'lgan, utilitiniy shumka bo'lgan. Darvozalarimiz xudo xolasa Andijon, Qo'qon, o'zimiz Axskent. Mana bu Qo'qonni darvozasining kesakisi bu, adashmasam. 8-8. Past 4 stenka qo'ydik. Oka bilan kelishganmizki, 3liga 208 qo'yib beraman oka. 3likda olaman desam bo'ldi deganlar, 4lik bo'ldi past. Biz endi aytamiz buni 3,5 deymiz. 4 chiqadi, ishtanga sirkli o'lchasalar, sababi biz plyusovoy metral ishlatamiz-da, xudo xolasa. Mana bu Samarqand fason shohona, Samarqand fason eng full varianti, restorani varianti. Qonni silliqqa ishlangan sifatlarga e'tibor berib qo'yasizlar. Xudo xolasa ishimiz yo'qayotgan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Bu 3 qavatlik varianti bu. Andijonning Sho'ro degan joyda ko'rinadi. 3 qavatli varianti bu. Gigant holatdagi razmer. Razmerimiz eni 467 bo'lgan. Balaligi 375 mi, 385 atrofida bo'lgan. 20 kunga olganmiz shu zakasi, 20 kunga olganmiz. Xudo xolasa 25 kun bo'ldi. Endi okalar o'zlari telefon qilishyaptiki, o'rnataman desam, aka Rossiyadan kelmadilar mana, shumkalar ham. O'ta ideal holatda mana. 3 qavatli endi shunaqa full variant bo'ladi. Polni original variant. Shu bitta kichkina kalitkasini 4 kishi ko'tardik. 6 kishi yo 8 kishi ko'taryapmiz shuni. Sababi polni uslinniy variant. O tepada gullargacha 12 li bo'lgan, original bo'lgan. Xudo xolasa biz o'zi polni 12 li ishlatamiz. Mana bu ham restorani variant. Orqasi kirgan bo'ladi. Endi buni orqasini bitta ko'rib qo'yasizlar. Mana bu tekis bo'lsa, 3 qavatli variant tekis bo'lsa, mana bu variant 2 qavatli varianti kirgan bo'ladi ichiga mana. Arkali bo'lib, haligi ichiga kirgan figurali turadi bu. Eshiklar bir qanotli eshiklar. Mana bu ham Samarqand fason, shohona Samarqand fasonni 4 metrga 4 metrli varianti. Bu ham ichiga kirgan bo'ladi 2 qavat. 12 li shivellar, 1.8 lis, 2 qavatli Samarqand fason. Shu kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqasizlar. Tayyor sotuvda bu ham. 3,5 bu ham sotuvda. Ikkovini ham lazeri bor. Nima sifatlarni ko'rsatib qo'yadi, endaliga yaqinlashtira olmaydigan demasizlar mana. Kачество va sifat juda chiroyli holatda. Avtomobillar kraskadan sepilgan. Hamma darvozalarimiz sifati bir xil. Prosta bu adnatomiy mana bularni levis qilib chiroyli holatda qilib qo'yib qo'yamiz. Taroq fason. 390 eni, bu 3,5. Bu Surxondaryoning darvozasi. Surxondaryoga chiqib ketadi. 3 ta shanni tashqariga ochiladi. Polni kichkina kalitkalarga tashqariga ochiladi. Surxondaryolik oka, siz orqasini tashlang dedingiz, mana orqa tomoni bemalol ko'rib olaverasiz.
Svarkalarni o'ta zich urilgan, mayin urilgan o'ta. Xizmat qiladi. Даже ikkitadan urilgan mana bu yerda ham. Juda chiroyli holatda. Sifati o'ta ideal holatda bo'lyapti, xudo xolasa. Mubashshir. Shogird. Mana bu darvoza Samarqandga chiqib ketadi. Mana bu darvoza To'raqo'rg'on yo'q, Shahand ko'rinadi bu. Shahand darvozasining orqa tarafi. Xudo xolasa. Bu ham chiroyli holatda bo'lyapti. Shahand darvozasi, xudo xolasa, bu ham tayyor bo'ldi. Ikkita yon beziloq kelgan shivellar. 50 bo'lgan, eng qizig'i. Asli 8 lik qo'yiladi, ikkita shirilarga 50 qo'yib bergan, 50 qilganmiz. Bu Samarqand darvozasi. Samarqand shu Jonboy arog'ida bizga qo'shni deganlar aka. O'sha darvozasi. Samarqand Jonboyda yo'roqda o'ynaydi, xudo xolasa. 2 qavat bo'lyapti. Bu ham zavodskoy egiladi. Chiroyli holatda bo'lyapti, xudo xolasa. Ishimiz yo'qayotganimizni bitta like bosib qo'yasizlar, charchamani, xudo xolasa. Abdulhay darvozalari xizmatingizda.